Assalomu alaykum, hammalarga xayrli kech aziz vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha mana sifatli avtobuslarimiz ko'rib turibsizlar. Aziz vatandoshlar, Moskva avtovokzalidamiz. Avtovokzaldan Primoy Sobrahim avtovokzalgacha bo'ladigan reysimiz. Hamyurtlarimiz mana kelib o'z mestalarini egallashdi. Birin-ketin o'z biletlari bilan chiqib ketmoqda. Aziz vatandoshlar, kimga komfort avtobuslar kerak bo'lsa, ekranda kassa nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. Hammasi haqqoniy sifatli avtobuslar. Mana hamyurtlarimiz o'z biletlari bilan chiqib kelishmoqda. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Charchamang. Akalar, mana biletinglar bilan avtovokzalda o'zidan chiqyapsizlar, to'g'rimi? Hammanglar biletli. Qonuniy avtobuslarmikan akalar? Aldov bo'lmadimi? Hech kim sizlarni aldab pulinglarni olgan yo'q. Biletinglarni oldinglar, ana chiqib ketyapsizlar. Hammasi yaxshimi aka? Qayerdansizlar aka? Andijondan Namangan vodiylar akalarimiz. Tavsiya qilasizlarmi akalar? Kelishsinmi? Hammasi yaxshi, xudo xolisa. Yukinglarga bir oshcha pul olmadi. Hammasi cho'tkimi? Sog' bo'linglar, oq yo'l akalar. Omad ishlarga. Aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar. Bemalol murojaat qilib kelsanglar bo'laveradi. Tanlovda adashmanglar, sifatli komfort avtobuslar.